Hop. Birinchi savol olinishi. Beta test mashqlari. Virus reaksiyasi bo'yicha 1 moldan olingan metil va etil xloridlar aralashmasi mol miqdordagi natriy ta'sir ettirilganda 9 gram etan olingan bo'lsa, qancha litr normal sharoitda propan hosil bo'lgan? Virus reaksiyasi ketadi bu yoqda. Qanaqa radikal, qanaqa monogalogen alkanlar olingan ekan? Birinchisi metil xlorid. Mol miqdorda natriy, demak natriy ko'p bu yoqda, monogalogen alkanlar tugilgan. Natriy esa ortib qolgan reaksiyadan. Keyin mana bu qismiga e'tibor beramiz. 1 moldan olingan, metil xloridimiz ham 1 mol olingan, etil xloridimiz ham 1 mol olingan degan ma'lum beradi. Xo'p. Virus reaksiyasi ketadi. 2 mol natriyimiz galogenlarni, monogalogen alkan tarkibidagi galogenlarni o'ziga biriktirib oladi. Bo'sh radikallarimiz o'zaro bog' hosil qilib etanni hosil qiladi. Bu qismida bog' bo'lishi kerak edi. Plus 2 molekula natriy xlorid reaksiyamizdan chiqib ketadi. Va keyingi reaksiyamiz ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni birinchi radikal bilan birinchi radikal o'zaro alkanni hosil qiladi, ikkinchi radikal bilan ikkinchi radikal o'zaro alkanni hosil qiladi va birinchi radikal, ikkinchi radikal o'zaro alkanni hosil qiladi. 2 xil monogalogen alkandan 3 xil alkan hosil bo'ladi. Natriy metal ishtirokida qizdirildi. Va bu ikkinchi reaksiyamizdan natriy galogenlarni o'ziga biriktirib oldi. Butan hosil bo'ldi. Plus 2 molekula natriy xlorid reaksiyadan ajralib chiqadi. Va uchinchi qismida bitta idishda olib borilganligi uchun metil xlorid, natriy va etil xlorid o'zaro propanni hosil qiladi. Oxirgi qismida propan hosil bo'ldi. 2 molekula natriy xlorid ajralib chiqdi. Bizda aytyapti 1 moldan olingan. Metil xloridimiz ham 1 mol olingan, etil xloridimiz ham 1 mol olingan va 9 gram etan olingan. Faqat birinchi qismida 9 gram etan olinadi. Massasi esa 30 mol orqali hisoblasak har doim o'zimizga qulay. Tenglashtirayotganimizda mana 2 koeffitsient qo'yib tenglashtiramiz. 18 taqsim 30 beradi bu. 0,6 mol metil xloridni 1 mol edi, 0,6 moli reaksiyaga kirishib ketgan, 0,4 moli ortib qolgan. Va ortib qolgan qismi etil xloridni o'zaro propanni hosil qilgan. Bizda aytyapti shartida qancha litr normal sharoitda propan hosil bo'ladi? 1 mol. 1 mol propan hosil bo'lgan. Har qanday gazimiz 1 mol normal sharoitda 22,4 litr hajmni egallaydi. 0,4 ko'paytirib qo'ysak 4 barobar farqi bilan 8,96 litr propan hosil bo'lar ekan. Reaksiyamizdan javobimiz C varianti.